Obunachilar Arashan qo'chqor so'raganlar mana zotga 10 bitta topib qo'ydik mana. Akamiz dehqonchilik qo'ylari 1 yildan beri boqagan qo'ylari mana sotuvga chiqyapti mana. Akalar, like bosib turing mana. Buni ancha-buncha odam bunaqa kadrni ko'rsatmaydi, qo'lay ko'rsatib qo'ying mana. Hammasi jun olingan. Zotga so'raganlar hammasi zotga to'g'ri keladi akalar. Mana qo'ylarga baho beraylik akalar. Yoshlar qanaqa aka bo'ladi endi? 4 2 tishdan 4 tishga o'tyapti. Qo'zisi ham bor ekan, 4 tish ekan. Narxlar qanaqa beramiz? Qo'ylar qo'yib olib ko'rsataylik mana. Baho beraylik akalar mana qo'ylar. Mashalloh deb qo'yasizlar, akalar kommentariya mana shuncha mehnat uchun mana shunaqa qo'ylar qidirib topyapmiz mana akalar sizlar uchun. Ko'pchilik so'rayapti, shunaqasidan javob berib chiqsa ayting deb mana. 10 bitta topib berdik aka. Aka ish bilan beramiz endi bularni. Qo'zisini 8 millionga beramiz, qolganlarini shu 13 milliongacha aka. Tanlab olishga qarab, eng qimmati 13 million, nima bitta? Qimmati 13 million. Mana akalar arzonroq topib, like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Telegram kanaliga ham qo'yib boryapti, shunaqa qo'yadi. Telegram kanaliga o'tib qo'yamiz akalar. 2000, 3000 qo'yib yuborishyapti. Bir xil oladi mana. 13 million so'mdan, 1000 dollardan jichon oshadi, tanlab olishi. Mana shunaqa qo'yadi, tavsiya qilaman akalar. Hammasi zo'r kelgan ekan, dumbalari. Mashalloh deb qo'yasizlar. Cho'llarga baho berasizlar akalar mana. Bo'ylari shu 95 1 metrga yaqin ekan, 96-97 ga mana shular bo'yi. Ne opang mana miya dam bergan joyi yo'q akalar. Aka hayron qilib berasiz 13 milliondan. Hayron qilamiz aka. 13 milliondan jicha o'tib ham beradilar. Tanlab olsa, qo'zisi bor ekan 8 millionga yorar ekanlar. Ichida qaysidi qo'z akasi? Qo'zisi bor ekan mana bittasi qo'z ekan. Mana shu orqada. Qo'z 8 million beraman debdilar akamiz. Qo'yinlar 13 million so'mdan ichidan kami bor ekan. Pastga nomerlarni yozib qoldim.